Akalar ko'chada reyd bo'lyapti. Nimaga bizda shunaqa do'stlar? Agar reydlar boshlansa, hamma yoqda reyd bo'layotgan, Telegramdan tortib, Instagram va balo-battarlarda tarqalishda boshlaydi va bular yig'ayotgan layklarni, axlatlarni ko'rib turib, tashqarida ko'rayotgan odamlardan shunaqa tushuncha paydo bo'lib qoladiki, nima endi, butun O'zbekiston aholisi noqonuniy mashina minadimi shunda degan. Men o'zim shunaqa tanishlarim ham bor, mashina uchun dokumentlari bor. Lekin reyd bo'ladigan kanallarga podpisatsiya bo'lib qo'yishgan, ko'rib, shu narsani e'tibor berib, hammaga aytib turishyapti, atta reyd bo'lyapti, batta reyd bo'lyapti deb. Men bunaqa qilmagan bo'lardim va qilmayman ham. Undan ko'ra, bunaqa kanallarga podpisatsiya bo'lgandan ko'ra, boshqa qanaqadir foydali ish qilishni ma'qul deb bilaman. Do'stlar, sizlarda ham shunaqa tanishlaring bo'lsa, mashina minish uchun dokumenti beton, lekin shunaqa reyd bo'ladigan kanallarga podpisatsiya bo'lib kuzatib yuradigan bo'lsa, o'sha do'stlaringni kommentariyada belgilab qo'yinglar.